Assalamu alaikum. Бүткіл дүнияның әр қайсы yerlerde yaşayotgan barlıq Şərqi Türkistanlı qarindaşlar. Həmməsingizə Allah'ın güzel salamları olsun. Hali uzaq oldu. Men Facebook'lağa jallıq bir video çıqamığını. Bugün muş Facebook'da bulayotgan əvvallağı qarab bir jallıq bir video qilib qo'yishni to'g'ri ko'rdim. Həmməsingizlərning toğru yeri qollab, hata yeri olsa, tüzetiş berişinglarni ümit qilaman qarindaşlar. Xo'sh, endi hozir bulaqmuş Facebook'da, torlarda qaynayotgan narsa Germaniyadagi bir hemşirimizning Xitoyga qaytirib etish to'g'risidagi mushu masalalarning nihoyatlik avjilayotganligini ko'ryapman. Bu Germaniyadagilar belki bununla neymiş ki ilgi çıkmadı deydigan belki aşında göz kararışlarım buluşu mümkün. Ben Germaniyada 30 yıldan beri yaşayman. Germaniyaga yüzü kelip, iltica qilib, Uyg'urlarga xava qilmay, iltijalık qabul olab, German vatandaş olab, vatanga berib kelayotganlarini bilaman. Çünkü Uyg'urlardan uzaq turib. Uyg'urlar bayağı berib qilib qalsam, namoyishga qatnashib qolamanmiki, yoki bo'lmasa faoliyat qatnashib qolamanmiki, yig'inga qatnashib qolamanmiki, keyin bu yerda ishlarim hal bo'lsa, vatanga borolmayman deydigan mushunda g'oya maqsadlar bilan mayli Turkiyadan kelganlar bo'lsin, mayli vatandan kelganlar bo'lsin, Germaniyaning Uyg'urlu yo'q yerlariga berib, ashunda siyosiy iltijo qilib, bizning siyosiy iltijolar qabul bo'lgandan keyin vatanga berib kelib, mush shakllarda yashayotganlarmi bor bu yerda qarindoshlar. Yuqorida buni deyishimdagi sabab, endi bu Germaniyaga kelib siyosiy panohlik tilab, siyasi panalık qabul bo'lmagandan keyin German davlati tutib Xitoyga qaytirib o'tamiz degan qadar arliq qadar qizi bo'lgan odam Germaniyada yashaydi ekan, Germaniyaga kelibdi, uni qanchalik Uyg'urlamushadi biladi. Qanchalik shu kelgan bo'lgan bo'lsa, 1 yil bo'lgan bo'lsa, mutlaka 1 yilning ichida Germaniyada 3-4 qitim namoyish bo'ladi qarindoshlar. Har qaysi shaharlarda bo'ladi. G'o'lji qirg'inchiligi, Barin qirg'inchiligi, Barin inqilobi, Urumchi qirg'inchiligi, 10-oyning biri vatanimiz bo'lgan Sharqiy Turkistonni Xitoy tajovuzchilari ishg'ol qilgan kuni, mushu vaqtlarda mutlaka namoyish bo'ladi. Har qaysi shaharlarda, Uyg'ur bayada bu namoyish bo'ladi. Bu namoyishga o mening opamni tutib ketdi deb jar sağan o hemşirimiz qatnashibdimi? Opasining kelganligini, iltijo qilganligini, shu o'zi turayotgan, shu Germaniyadagi, shu shahardagi Uyg'urlardan qanchalik biladi. Siyosiy iltijo qilib red kelgandan keyin advokatiga qanchalik qaysi avvallarda ularga o'zining ifodasini bildirib beraladi. Mana mushundaq shaklda, mushundaq masalalar Germaniyada bor qarindoshlar. 2018da bo'lgan qaytirib o'tilgan bir birodarimiz bor, inimiz bor. Bu inimizni qaytirib etgan chaqda uning German davlati tutibli qaytirib etmadi qarindoshlar. Buni boshda bilaydiq.
Bunu bir düşüneylik. Germaniyada sizler bommagan diken, ma Germaniyada bay yaşavatkan Uygurlardan bir soranlar başta. Kandak kaytırıp etti. Nimiş ki kaytırıp etti? Nime sebepten o Uygurunu kaytırıp etti? Bunu bir düşününler, bilinler başta. O 2018'deki o inimizni kaytırıp etkenlikini o inimizni yüzü yaxşı biletti. Ketadiganligini açtığın yakın adamlarının hem vasıqı degen yaş balıydı bu. Kumulluq mu, turpallık mı, piçallık mı? Yaş balıydı. Red kelgen çağının yüzü de advokatqa bermegen, arzi qilish qog'ozni sunmagan, arzini sunmagan. Ketadiganlik to'g'risida qarorni bergan bola bu yüzü. Seni muşunç gün kadar sen arzi qilmasang, seni tutup yo'lga selib etamiz deydigan qog'ozni qo'liga olgan o bola. Shu vaqtdami bu Germaniyaning ba'zi bir turmushlariga kuylanmay ketadiganlik to'g'risida o'zi qarorni berib qo'ygan bola edi bu. Uni endi shu ketadiganlik qarorini bergan odam German davlatidan sotdan xat kelsa, onunla karşılıkını bildiğimizse bu yerda alt teptek kadar karşılıkınızı bildirin deb agalandırış beridi. Siz mebek arzi qila olaysiz deb arzi qildigan yerlarning o'rnini mu ko'z tutib beridi. Onunla arzi qilmasa vaqtda nima bo'ldi qarindoshlar? Bu davlatda qochoq, o'g'irlik yashagan jinoyatchi hisoblanadi. Vədilik Türkiye'de turup, yoki Germaniyanın başka devletlerde turup, bu vədikilik aql vermenglarsınlar. Biz bu vədikilikni yaxshi bilamiz. Yukarıda deganimdekidek, meyli Türkiye'den kelganlar bo'lsin, meyli vatandan kelgan Uyg'urlar bo'lsin, müşahideki teşkilatga kip qanmay. Bo'lib qanmıson? Bo'lib qandikil namoyish qilib deydi. Keyin namoyish qilib olsak biz vatanga borolmaymiz. Mana mushundaq hukm, mushundaq iddia bilan bu yerga kelib, anandekinandan red kelsa, chiqirib etadigan, tutib olgan, turmuq so'lagan avval bo'lgandan meni qutqizinglar deb to'g'ri chiqsa, bu uning haq, uning to'g'ri bo'lamdi qarindoshlar. Buni bir tushunish kerak. Xo'sh, endi gapning temasiga kelsak, bu 11-ayning 3-i bu hemşirimiz çıkıp Facebook'ta jar saldı. Apamla tutup gitti, apamla tutup gitti deb. Apısı kaçan, qaysi vakitte Germaniya kipti. Kaçan vatandan ayrılıptı. 2022 pasportunu işletipti. 2022 qarindoshlar. 2022 pasportunu işletken adam qanday qisqa vatanning sirtiga chiqib Turkiyaga kelib, Turkiyadan balki Germaniyaga keladigan bunday yo'lni qila oladi. Buni bir o'ylab baqdingmi boshda? 2022 dunyoning hamma yerini virus qoplagan chaq. Xitoy virus qoplab ketgan chaq. Onun ustiga vatanimiz bo'lgan Sharqiy Turkistonda 2016'dan itibaren bütün Uygurlarını lagerga sulavatkan fırsat. Muşundaq peyitlarda ta hazırga kadar ailemiz bilan aloqalashmayapmiz biz. Muşundaq vaziyatda bo'la pasport ishlatib Yevropalıga, Turkiyaga kelalaydi. Siyosiy iltijo qila oladi. Eningdan keyin siyasi iltijoz qabul bo'lmasa, vay Uyg'urlar bizni qutqizinglar deb bu shakllarda jar silib Uyg'urlarning beshini ag'ritmanglar. Sizlar kelgandikin boshda siyosiy iltijoning nimaligini bilinglar. Qanday qilsak siyosiy iltijo qilsak qabul bo'ladi, shu davlat turib qola olamiz deydiganni mushayda tug'anlardan o'rganinglar. Basaqli Germaniyaga manch pul yurdikan, öynü yürüdüken deydigan bu yerda tashlab qo'ygan ish yo'q qarindoshlar. 30 yilni yashayapman men Germaniyada. Unda asosi yo'q.
Uyghur boğanlığı üçün red qılmaydı eken, qubul qıldı eken Germaniyada deydigan iş mi yok? Sen Uyghur dep geldin, sen Uyghur boğanlığın üçün Xitayga qarşı sen nime qıldın dep soraydı o bu yerda. Sen nime qıldın deydi. Xitayga qarşı sen nime qıldın deydi. Bunu bileylik başta. Üzümüz nime qıyğanlığımızdan hiçbir qılçırek qo'limizda natija yoki ko'rsatadigan bu Qirman davlatiga Xitoyga qarshiligimni ko'rsatadigan bir narsa yo'q. 2022 butun dunyoni virus qoplab ketgan chaqda pasport ishlatib Yevropaga kelib, Germaniyaga kelib siyosiy iltijoni qila olamiz. Endan keyin to'xta. Buni nim deb qala? Bu davlat meni bir kontrol qilama. Bu davlat bu vaqtning o'zida butkul dunyoni virus qoplab ketgan chaqda bunda basaq chelib qolamiz deyishni o'ylamadingmi? Yana tahi nima deyman? Yana gap qilay desam, nayt gap chiq. Nima deyishim kerakligini yaxshi bilaman, ammo yana shu tor dunyosida biroz Üzemning millati, üzemning xalqi bo'lganlik uchun biroz üzemni besibib boraman. Vatanga bordiganlarga ruxsat chiqarib bergan Amerikaga berib, sittim tom turk. Vatanga borganlarni qo'ynimizga olamiz deb. Endi bugungi kunlikda Germaniyadagi Uyg'urlarga aralashib, Germaniyadagi Uyg'urlarni Germaniyadagi hemşirimizni Xitoyga qaytaradigan chaqda yo'l menib, salomatchilik bilan biz Turkiya İstanbulga ep qala oladik. Siz bu Germaniyadagini ep qolmay, Turkiyaning o'zidagini ep qiling. Siz bu Germaniyaga sizning kuchingiz yetmaydi. Siz Turkiyaning o'zidagi tutilib ketib qolgan, turmuq so'llab ketib qolgan, vatanga qaytarib ketib qolgan, ashilni bir ep qiling siz. Nima ayak chetingizda kiribman. Bu Germaniyanın qoida qonunlarini biladigan şu Uyg'ur Germaniyadagi şu Uyg'urlar bilan aloqasi bormi yo'qmi boshda? Aloqasi bo'lmagan bo'lsa, nimishki yo'q? Nimishki Uyg'ur tashkilotlari bilan, Uyg'ur jamoatlari bilan aloqalashmadi? Buni bir surishtir qiling boshda. Bu Turkiyada turib va Germaniyaning boshqa yerlarida turib, o tashkilotga borma, bu jamoat bayaga borma, Uyg'ur bilan kurashma deb o'zingni aşağıda bu Germaniyadagilarni nechiga bo'lib etib, endan keyin qo'pab bu Germaniyadan Xitoy qaytarib etganda siz Turkiyaga qanday yeb qala oldingiz? Sizning shu qadar kuchingiz bormi? O kadar kuchingiz bo'lgan bo'lsa, siz Turkiyada tutilib, turmuqqa solinib, vatan Xitoyga yo'lga silib o'tib qolganini qutqizingasiz. Germaniyaga kuchingiz yetadigan bo'lganda ekan, va'dakilar torlarda jar silyapti hozir. May yo'qab ketdi, ay yo'qab ketdi deb. Türkiye'den Kanada'ya gidip bardı. Türkiye hatırcam bolsa, sizin kuchingiz Germaniyaga o'tadigan bo'lgan bo'lsa, nima Türkiye'deki Uyg'urlar Kanada'ya gididi? Yoki bo'lmasa Yevropaga inib keladi. Shu yer hatırcam qonuniga bo'ysunib yashashni bilatdi-ku shular. Shu yer shu Uyg'urlarning qonuni to'g'ri kelmaganlik uchun, Uyg'urlar shu yerda yashash imkoni bo'lmaganlik uchun, ikkida bir tutib sulaganlik uchun Yevropaga, Kanadaga ketib bardi-ku. Siz bularga aşağıda bir erkinlikki yol tepin ha? Hoş karındaşlar. Evvel bana bu şu. Bu Germaniyadaki işte, bu Germaniyadaki Uygurlar biladi. Bu yerda Germaniyaga kelib namoyishga qatnashmay, siyosiy panohlik qilsa, qanday qilishni bilmay, Germaniyaga Uygurlar bosila qubul qiladi ekan, uy yurdi ekan, pasport yurdi ekan, pul yurdi ekan desizlar, bu yerga kelgan bilanlar bo'lmaydi u ish. Buning qoida qonuni bor. Ve Afganistan'a, Türkiye'ye, Suriye'ye o'xshamaydi bu ve. Bu Germaniyanın tutup turayotgan Germaniyanın kanunu. Eğer Germaniyanın xalqi qilib qolsak, 3 kun turg'izmaydi bizni. Böyle qonun bor. Qonun bo'yicha yashaydigan yer bu.
ve pul yürüp ep kalalaydıgan, pul yürüp pasport alalaydıgan yemez bu. Pul yürümen, men kep kalalayman, pul yürümen, meni yolga selip ötme deydigan yemez bu. Kanunu siz hatalık kıldınız mı? Nemi kıysınız kılın? Cezanı çeksiz, cezanı tatsız bu yerde. Bekadın sizi yolga selip etmeydi o. Yüzünüz kol koymuşsunuz, yüzünüz makıl demişsiniz, yüzünüz erzi kılmışsınız şuna karşı. Yolga selip etmeydi o bu yerde. Meni 6 haftadan men kelgen chigimda 6 haftadan keyin Germaniyani tark et deydigan qog'oz kelgan menga. 95dan 96 qadar. Bir yilning ichida men 2 qatim sulton bo'lib Germaniyani tark et, Germaniyadan chiqib ket. Bo'lmasa tutib yo'lga silib yetamiz deydigan qog'oz kelgan menga. Men shu vaqtning o'zida o'zim tug'an shahardan boshqa shaharga berib 6 ay şu yerde kaçak turup, oğurluk turup, 6 aydan keyin yana siyasi panalık dilge adammen. Müşahidip Uygurlarının yol köstüşü bilen. Eningden keyin, yani şu bijaptilik, bijaylik, altaptilik, muşundak olturumunu verip, şunun bilen men 7-8 yılda devam kıyga adammen. Tutup yol selvesi, mini selvesi oldu de. 8-10 ketim German devleti de sultan boğaz adammenim. Uruş cidelde Xitay bu tarafta, German devleti bu tarafta, muşunda qoğdap sultan boğaz adam benim. Çünkü erzi kılalıqanlığım üçün. Yolunu tepip, şular karşılıkımını gösterligenlikim üçün. Yukarıda bir kırındışımız Germaniyada yaşaydıgan, nayet yaxşı bir düşünce yazıp koyaptık o. Bu Germaniyaga kelgen her kanda Uygurlu bolsa ve haberi bolsa hiç bulmuş yol köstüdü. Aşını yaxşı görmüsü mü? Hoş kepsiz Germaniya kepsiz. Germaniyanın iltica kıyğallar üçün maşındak işlerine dikkat kılışınız gerek. Bir yer basınız adresiniz ne? Yöt gelse adresinizi haber kılışınız gerek. Bir yer basınız şu yerge haber kılıp verişiniz gerek. İşleriniz el olmagan kadar. De bularının hem nuvane Müşah kelgen burunqu Uygurlu düşündürüp deydi o kırındaşlar. Bunu dese, sizle enandikin çoğunçılık kıldı. Vay bizge yol kösetti desengler, muşunda kayval çıkıdı. Germaniyaga keldigan çağda anınga salam kılma, bununga yakınlaşma, dep aşarı kuluqını tolgap yolga saldı enandikin bada ret kelgendikin, Germaniyada ret geldi, mini vatan yolga salı yutduğan boldu. De bunda Jığılgan bilen bu Germaniya ma jığılavatıdı, qaqşavatıdı. Onun apısını biz ep qalaylık deydiğen emas bu. Qağız bilen buludu. Onun kol koydunuz mu tügeydi. Kol koymuşsunuz sizni tutup yolga silip yetmeydi. Kol koyuyaşının aldıda erzi kıldığı yerdeki erzi kıla aldınız mı? Sizge nime dep xet geldi. Onu kim qanchalik okup sizge Uygurca düşündürüp berelidi. Bularını bilişimiz gerek başta. Bularını bilmey turup enangdeki namdan reddiyesimi Uygur'dan çıkarıp etmeydi eken. Pulunuzun toxtup etmeydi o sizden. Yetibatqa yerinizden çıkarıp etmeydi o sizni. Ta tutup ekketken kadar sizin acı muddet toştu mu? Sizin yetibatqa yerinizge, turubatqa adresingizge baradı o. Şu yerde bolsanız tutulap birde sulaydı. Surak suraydı. Erzi kılam sen, erzi kılışın hakkın ba. De bulanım şu tutkan çekidi mi suraydı. Türkiye'den, Kayseri'den İstanbul'a kaçıp gidip, İstanbul'da Yalova'ya verip, Suriye'ye kaçıp, üveden çıkıp, yani üvede kaçak yaşap, anda turgan ki bu Germaniya makıl demeydi. Bir şey tuttu mu koyu etmeydi. Çünkü büvege rast bu siyasi panalık tilegen bolsa, bu şu zulümni kögen bolsa, bu müşahede qip qaladigan insan, bunu qaytırıp etsek bolmaydı deydigan, bularning qayda qonuni var. Biz qopap, Uygurmen,
Sen Uygurlap Uygur için nima ish qilding? Xitoyga nima qarshilik ko'rsatding? Men Uygur degan qilib qilib qoldigan ish yo'q bu yerda qarindoshlar. Kim deydi u gapni? Uygurni qaytarib etmaydi ekan degan gapni kim dedi sizlarga? Deb biringlarmi? Kim dedi? Uygurni qaytarib etmaydi ekan Germaniyaga borsa degan gapni kim dedi? Uygurlar kelsa Uygurlarni qaytarib etmaydi ekan deydigan qonun chiqaribdimi? Shuni kim sizlarga ko'rsatdi? Ko'rdingmi? Biz seni o'qidingmi? Xo'sh. Endi Uygurlar kelsa qaytarib etmaydigan. Uygurlar kelsa shu Uygur uchun nima ish qildi? Shu Uygur shu Xitoyga qarshilik uchun nima qildi? Bularni deb beralisingiz qaytarib etmaydi. Muşularni qayil qila olsangiz qaytarib etmaydi. Muşularni ishondiralsangiz red kelmaydi, qilib qala olasiz. Siz kelasiz Uygurni qaytarib etmaydi ekan, Uygurga qonun chiqibdi. Siz u Uygur uchun shu qonun chiqqan Uygurlar uchun nima qildingiz? Shu qonun chiqqan Uygurlar uchun shu Uygurlarni izlayotgan Xitoy tajovuzchilari uchun qanchalik qarshilik qila oldingiz? Ko'rsatdingiz, hem o'zingiz shuni isbotlay oldingiz. Bormi undaq bir narsa sizda? Undaq bir narsa yo'q. Uygurlarni qonun chiqibdi, Uygurlar bas qaytarib etmaydi ekan. Unda ish yo'q. Uygurlar uchun sen nima ish qilding deydi boshda. Sana zulm qilayotganga sen qanchalik qarshilik ko'rsatding? Ya dadamni anda qilgan, dadamni manda qilgan, akamni anda qilgan, balamni sulib olgan desiniz, sen shuningga qarta nima qilding? Qanchalik qarshilik ko'rsatding? Nima ish sen bu yerga kelding? Uygurlar borsa Germaniyada qaytarib etmaydigan unda ish yo'q. Ma ay yulduzlik ko'k bayroqni ko'tarib maydonga chiqa olamsiz? Namoyish qatnashib bera olamsiz? Siz bu yerga kelsiz Uygurlarga kelsa uy yurdikin, pul yurdikin, qaytarib etmaydi ekan. Siz shu pulni deb kelganligingizni bulimi biladi. Uygurlarga aralashmagan atqanligingizni biladi. Agar siz Xitoyga qarshi shunday inqilob qiling, shunday da'vo qiling, aile tavabatlarınız turmuğu solusun. Siz özünüz erkin azade meyit çıkımıdım, dadamlı solup aldı, akamla tutup aldı. Desiniz mi? Sen neymiş kıldın deydi. Bilip atamsız bir yerde. Özünüzün kıygan işinin tayini yok. Germaniyaga basam rahat yetip, rahat kopap, vatandaşlıkını elip, memleketke berip gelmen, vatanga boraman deydigan hukum iddia fikri bilan kelib bu yerda eningdakidan ishingiz aplashmasa, "Voy qanday qilaman?" Opamni tutib oldi desangiz aqmaydi bu. Qaysi namoyishga qatnashdingiz? Qaysi faoliyatga qatnashdingiz? Xitoy qanchalik bir qarshiligingizni maydon, sotsial medyasida siz bu shu Facebook'larda ko'rsatdingiz. Hech bo'lmasa. Bana birinci qitim red kelgan chaqda qarindoshlar. Birinci qitim red kelgan chaqda. Biz bu qog'ozni ko'tarib advokatning qishiga borgandan keyin advokat bizga yo'l ko'rsatgan. Sizlar Xitoy konsulining oldiga berib, u vaqtda bu telefonda yo'q edi. Bunda resimga tortadigan foto apparatlar bor edi. Bassilib chiqadigan. Biz Xitoy konsulisining oldida bu bayroqni tutib, mushunday qilib resim tortib chiqatdi darhalla. Ashini advokatga bergandik biz. Ashini desmiy qilib turib advokat bizning ustimizdan German davlatining bizni red qilgan sotchining ustidan arzi qilgan. Nimishqa deganda, mana mushunmi bir material. Chunki Xitoy konsulining oldida Sharqiy Turkistonning bayrog'ini ko'tarib resimga tushdi deganlik mushundaq narsalarni advokat bizga yo'l ko'rsatdi. Bu biz uchun nihoyat arz qilish tegishli material bo'ladi.
Endan keyin gazetga chiqsang taxi yaxshi bo'ladi. Degandan keyin biz shu vaqtda Türklarning Yangi hayot gazeti, Hurriyet gazeti, mushundaq gazetlarga chiqqan to'q. Endi 2016dan ta hozirga qadar vatanimiz bo'lgan Sharqiy Turkistonda Xitoy tajovuzchilari qirg'in qilayotgan bugungi kunlikning o'zida 2022da pasportni ishlatib 3 yil jarayonida Xitoy ishg'ol qilgan vatandan ayrilib, nega borganligini hech kim bilmaydi. Nereden kelganligini hech kim bilmaydi. Mendan keyin Germaniyaga kelib 1 yil bo'libdi anglasam endi, bilishimcha. Qaysi shaharda bo'lganligini bilmayman juma qarindoshlarda hozir. Qaysi shahardaligini, qaysi shaharga borib iltijo qilganligini bilmayman. Bu yer iltijo qilib 3 yil jarayonni bir hisoblab beqinglar qarindoshlar. 2022 hozir 2025. Bir o'ylab beqinglar. O'ylab beqinglar. Sizning aqlingizga buni sunay. 2022 dunyoning hamma yeri qanday qalayim qanchaliqda. Hech kim talog'i chiqolmayotgan bir vaziyatda. Men ya xato ko'rib qoldimmi yo pasportini? Ben xato ko'rib qolgan bo'lsam, to'g'ri ko'rganlar tushuncha berib qo'yinglar. Men ko'rganim 2022da pasportini ishlab kelganligini ko'rdim. Dunyoning hamma yeri virus qoplab ketgan chaq. Bundaq bir vaziyatning o'zida pasportini elib, pasportni ishlatib, vatanimiz bo'lgan Sharqiy Turkistonda xalqimiz nafas ololmayotgan bir sharoit. Butkul Uyg'urlarni lagerga solab, lagerga akkiranmaganlarni uyga solab, uyda och qo'yib yo'qotayotgan bir Xitoyning tajovuzchilarining harakati. Mushundaq bir qirg'inchilik qilayotgan bir vaziyatda bu hemşirimiz ajab 2022 pasportni ishlatib vatanning sirtiga chiqa olibdi ya. Buni nemishga o'ylamaymiz qarindoshlar. Uyg'ur to'g'ri. Biz bu Uyg'ur davosini qilayotgan, Sharqiy Turkiston davosini qilayotganlarimiz hammamiz Uyg'ur xalqiga kuyunimiz. Uyg'ur xalqiga Sharqiy Turkiston uchun xizmat qilmasak, bu Uyg'ur davosi, Sharqiy Turkiston davosining ko'chalarga ay yulduzlik ko'k bayroqlarni ko'tarib talaqliq chiqmaymiz. Endi bu vatanning sirtiga chiqib Uyg'ur davochilarning qilayotgan ishlarini suiiste'mol qilib, vatanda qirg'in bo'layotganlarni mana mushunda qalqon qilib, vatanning sirtiga chiqib, Yevropa, Amerika, Kanada, Avstraliya, butkul dunyoning hammaga berib siyosiy iltijo talab qilib, Uyg'ur tashkilotlariga qatnashmay, Uyg'ur siyosiylarni perde aqsida turib tillab, haqoratlab, Xitoyni danglab, mana mushunda qilib vatanga berib kelayotganlarni ko'rayotgandik, ko'rmayotgandik. Bo'lim shu Uyg'ur-ku biz uchun. Bo'lim vatanda bo'layotgan hozirgi xalqimizning, millatimizning qirg'inchiligiga hozir berib kelib, nima deyapti qarindoshlar? Yo'q. Şunda terakki bo'lib ketibdi. Hozirgi duyunglarda, TikToklarda chiqyapti qo'yna. Har bir so'zni qilgan, shularning nimasi kerak vanxung deb qo'ydiganlari qaysi xalqini ismini elib Xitoy tajovuzchilarining davlatini ismiga, tiliga ammay gap qilayotganlarni ko'rasizlar. Hammasi deydi-ku. Hukumatimizning, davlatimizning
g'amxo'rligi bilan. Meyli diniy olim bo'lsin, meyli ziyoli bo'lsin, meyli Van Xonlar bo'lsin, meyli masjid namoz o'qiyotganlar bo'lsa, zaten namozni o'qiyamaydi-ku bu yerda. Hammasi partiyasimizning g'amxo'rligi bilan. Qaysimiz men Germaniyada 30 yil yashayapman, German davlatining g'amxo'rligi bilan deganimni anladingmi? Balki deb qolgan bo'lsam, endi bu yerda jinimni saqlab qolganligim uchun Muşula g'amxo'rlik yordam qilganlik uchun deb qolgan bo'lishim mumkin. Ammo bu davlat mening emas. Bu yerda yashagan bo'lsam-mu, mening davlatim Sharqiy Turkiston. Millatim Uyg'ur. Hammasi shu bir millat biz deb ketdi. Xitoy bilan Uyg'ur qanday bir millat bo'ladi va aqlsiz deymiz endi shu. Shumi Uyg'ur-ku? Ma bo'pti vatandakilarning hamda shu Xitoy ishg'ol qilganligi uchun vatandagilar amalsiz hamda. Ba'zida shundaqlik nima bo'lib ketimi? Uylab ketgan taqa yaxshi emasmi uningdan qarindoshlar? Ashunda qijnalib, ashunda nima o'tgandiki, g'urur, vijdon, iymon, e'tiqod, iroda tugagandan keyin bizda ashunda bo'lib ketgan o'xshaymiz. Hamda vatanning ichidagilarni uni dedi. Ma vatanning sirtidagi manqurtlik hamda. Bu manqurtlik. Turvatgan davlatida shuning garajdonligini elib vatanga berib kelyapti. Bular hamda. Bularni az degandagidek taxmi Uyg'ur da'vosi qilaman, Sharqiy Turkiston da'vosi qilaman, Allohning g'amxo'rligi bilan, Allohning yordami bilan deb siyosiy da'vo qilayotganlarning qo'pab, ma kim u? Bu nima? Bu qanday odam demasdan uning aqlab ketishlarini ko'mamdigan deyman-da taxa. Tax bir oyning oldida Amerikada vatanga borganlarni aqladi. Endi bugun qo'pab ma Germaniyadan Xitoy qaytirib o'taman deganlarni biz Allohning g'amxo'rligi bilan o'zimizning ba'zi yo'llari bilan mana Istanbulga buni qaytirib keladi. Beijing aeroportdan. Hay. Nima deyishim kerak bularni hamda? Nima deyishim kerak? Nima dey bularga? Sen şu Türkiye'den şunda kuchli qo'ldigan bo'lsang, Turkiyadagilarni nima qutqazmaysan desa, ana degan ola Daesh, ola mening gapimga kirmaydi emas, ona deyanmaydi, mening gapim kirmaydi deyanmaydi o. Chunki u o'zini yama aqlliq deb biladi emasmi? Endi mushundaq avvallar qarindoshlar. Shunga to'rlarda hamda qarindoshlarimiz men hozir qadar gap qilmagandim, ko'rgandim, diqqat qilib turdim. Buning oxirisi qanday bo'lganligini diqqat qilib turdim. Oydaqa hamshirimiz bunning suyini eqitib yig'lab chiqqan chaqdimi? Ha dedim, bu uyanna jab o'ynash qustikina bular. Buni Germaniyada kim tuniydiganda? Tuniydigan bir gap qilib kim buningga? Deb baxtim, ammo Germaniyadan gap qilganlar chiqmadi buningga. Ya men tuniyman. Bu ayol mandaq ayol, bu ayol ma vaqt qishqa mavadin kelgan, bu siyosiy iltijo qilgan, biz mavadi ko'rgan to'q, bular red kelgan, bular qanday qilish to'g'risida bu yomon tipirlab ketib bordi. Deydigan bir gap chiqarmi desam, hozir qadar Germaniyadan birisi bir sado chiqmadi. Germaniyadagi tashkilot, masalan, Dunyo Uyg'ur qurultayining markazi Germaniyada. Ularning bu Facebook bu xabar tushgandan keyin o Germaniyaning Dunyo Uyg'ur qurultayining reislarining bu yerda yo'qligi, mushada xizmat qilayotganlarga havola qilganligi, ularning o'zi aloqalashadigan yerlar bilan aloqalashib, qaysi qanday bo'lganlik to'g'risida advokatlarni ish qilganligini Facebook kezib chiqarib qo'yibdi aynan. Bu yerda Turkiyadagidek, Suriyadagidek, Afg'onistondagidek, O'rta Osiyodagidek manchi pul yurmay g'achchilarni teppiringlar yoki avadan chiqarib yetinglar deydigan emasmi bu Germaniya? Bu yerda turib elib, ya ma sosyal medyasidimi? Bu Facebook'dimi jar sanayotganlarga biraz açığım kelyapti va bilmamsizlar sizlar. Yevropada turibsizlar.
Türkiye'de tudunla, Amerika, Kanada tudunla, Avustralya tudunla. Sillimi bilmem sizlemde. Bak oğu bilmedi. Sillimi bilmeyi turup, bilip turup, nimancı ola oturup seklep çıksılan demekçi de. Toxta bunu bir sürüştü kılaydı yok. Nereden ne kıça? Vay yolgusunu YouTube'da Uygur'du. Vay bir Uygur diyorsun. O kanda Uygur o. Bunu bir sürüştü kılmamızdan başta. Vay Uygur'un yolgusunu YouTube'da Germaniya'da kelini mi kılvatsılar? Vay Uygur'un tutup gitip de Germaniya'da kelini mi kılvatsılar? Avustralyalık sakal koyuvagan mı çıkıptı? 2018'de bir Uygur'un kaytırıp etken ismini bilmeymen. Ondan keyin Uygurlarga German devleti kaytırıp etmeslik doğrusu kanun çıkardı. Sen kördün mü şu kanunu sen? O kanda ketken bala bilemsen sen onu. Gep kılay desem yaman gep çık. O balı ben bilemem, ben o balıyla birleşildim. O balılar işlep verip namaz oğanacak ağaç balını resim utattım ben cemaatinin içinde. Manufka man aduktınız apren. Yani kayıt erzaki son dedim. Bu bal sel karıdı. O jedem senin ışığını ben kıpıreydi. Kendinden cuğurup cümleydi o Germaniya'da. Hangi adam yüzü kılıdı o bir adam. Hitini ekkilip bana mandak evvel mevedim mevekçe. Bana red geldi. Beni çıkırıp yutudu. Bana yardım kılın Uygurlar dese. Vakti Uygurlar annabas bidakarlıkını kılıdı. Hit kesim içimi gözetmeyi, yüzü bilmegenlik yetmeyi. Onun kancırık karşılık gözettiğinliğinin yüzü bilmeyi. Germaniya'da Uygurlarga kanun çıkıptı. Hit kesim cevap vermeyi duruyorum ben. Dese onda iş yok bu ya. O balam dedim Fukam men. Fukam, sizge red gelgen bolsa, kağızı köygendim men. Siz yatılgan yerinizge barman. Eğer siz bu Germaniyada kep kalaman deseniz, men sizni bir amal kılay. Şu vaqtda 4. ayının 18'i Brüksel'de bulduğun namaş Belgiyada. 5000 kişilik namaşga teşvik kılıvatkan çağlarımız. Bu balık dedim men. Siz kep kalamsız Fukam. Rast siz müşahede kep kaldık ayşınız olsa, vedik Uygurlar sizden kaytırıp etmeydi o. Sizge yol tepip, adukat tutup, arzu kılıdı o. Sen bu bal şu vaqtda, ya kaka, men bu vedik hayattan toydum. Yaş bala tehi. O vatanda dadısının kol ilgide bar eken, davamlıq telefon köreşken demek, kulak musafir olup kalaman, telefonunu anlap kalaman, dadısı o tarafta vaqıraydı, balısı bu tarafta men baraman. Çıdap tuğman sen, bu vada az kaldı deydi o, dadısının nurgun pulu var eken anlasam şu vaqtda. Bu vada o balı kaç yuyup, pancanlık kılıp, aşındak durmuş güçeydi. Yatılığa yerine basanız şu bir karavat var. İki kız, üç kız üy yok. O vatan dikildeki oyla, koru. Bunda o evi çıkıp, bu evde gınakşıp, halıgan çaktı çıkıp, halıgan çaktı çırdığa yemez bu. Kışkatlarınızı yüzünüz jüysiz, aştamakınızı yüzünüz itisiz. Bu vada uçunda hayat. Şuna bu vada siyasi panalık tilegenlerge sen müşahede siyasi panalık tilegen bolsan, muşu hayat sen çıdısan, müşahede kalasan. Babamız bir gitsen deydi bula. Çünkü biz üylemden kaçıp gelgen adam. Bizni öttürmen dedi Xitay. Bizni yo'qtiman dedi Xitay. Bula deydi ki seni yo'qtiman degen, öttürmen degen çağda, şundaq savollarni sordu bu yerda sotchilar. Seni öttürmen degen çağda senin kallanga nemi keldi deydi o. Çünkü bu dünyadaki en senin ahir sıvat hayatın. Şu vakit sen kaçalıdın. Şu vakit senin kallanga nemi keldi. Kanda fikir, kanda oy vardı. Bunu soraydı o bula. Çünkü unutanmaysan sen o günü. O balık şu şekillerde dedim ben. O balık kitidiğanlıqın dedi. Şu vakit şu 5000 kişilik namaşıga Germaniyadan Belgiya
Brüksel 3-4 avtobus tutup bardık biz. Jürün ufkam dedim ben. Şu Brüksel'deki namayışıga baraydık. Jürün. Sen bu balık bunu mu de? Ben kitimem de. Bir adam kitimen dese, ufkam siz kessiniz ben yaşatmaydı. Biz bunun anlavanı men kögen hayatımda Xitaydan qanchalik zulm qildiganligini mening sulalem, evladım, biz tuqqanlarım, ata anam, tağıllarım. Biz bu Xitayning zulmida baş götürenmey kelgen bir avlat biz. Bir men vatandan sirtiga chiqib qolgan. Şundaq bir baxtim kelib qolib. Şu inimizge dedim men. Unda qilmang ufkam, siz xato qilyapsiz. Dep. Ya bu yerdik hayat mı aka? Bu yerdik turmuş mu aka? Men bu yaşlık hayatımni men o'sha yerda nabir qilib yutamdim. Dadamning manchilik mol mulki var. Dep şu vaqt şu bala şu gapni degan qarindoshlar. Bu nelekin yo'lga selib yetibdi. Qandaq yo'lga selib etganligini bilmay turib, salla qo'pab belaqa Germaniyadan birisini Germaniyadan yüzü ketganlimi bor. Frankfurtdan birisi ketdi. Ayoli mushadi qoldi. Qimaqamdan chiqmay, araq kechib o'p ketdi, axiri ketdi. Uyg'urlarga ko'rinmay. Bad ketgan Uyg'urlar jiq. Yüzü ketganlar. Namoyishga qatnashib ketganlarmi bor. O'rta Osiyodan kelib mushada pul yurdikan, deb shu vatandan chiqqan Qirg'iz pasporti bilan kelib, shu kuchildikidek turib, mushada iltijo qilib, qurilishda ishlab, til bilmagan ekan. Xitoyning oshxonalarida qochish yo'q. Ashunda ketganlarmi bor, uni bilaman. Bunda qilish, bunda yashaqcha biz Qirg'izistonga berib, aşağı ticaretimizni qilaydi deb o'zi vatandan keldim deb iltijo qilib Qirg'iz pasporti bilan shu kishil turib ketganlarni bilaman. Shunga qarindoshlar sizlar bak Germaniyada yo'qlar. Germaniyadagi Uyg'urlar qaysi shaklda qaytirib ketib borganligini, qandaq yo'l selib yetib borganligini bilinglar boshda. Bilmay turib bundaq demanglar, Turkiyaga o'xshatmanglar. Turkiyada tutida sulaydi. İzdirikini kılanmayısılar. Eğer senin küçüğün olsa şu Türkiye tutuvatkanlığa, bu Germaniyada Beijing aeroportku bağın deyken biz İstanbul'u kaytırıp ekitelim. Şu kadar küçüğün olduğun olsa Türkiye'dekilerini çıkarınlar, Türkiye'dekileri yol tepinler. Vatanı verip gelgenine taha aklaysan, Germaniyada kandak insan bu dimestten kopap, buna iyi çıkıvatam sen. 2022 pasportunu işletip, Avrupa'ya gelip, siyasi panalık tilep, red gelip, yüzü kayıt kol koymasa, ya ki bulmasa, kelgen kağızlara vakti cevap vermiş kaytırı yuttu bu arada. Senin bu dadamın giremez bu. Ya bir Uygur büyüğü gibi meblağ selip, ya ki bir Uygur büyüğü gibi tühp kuşap, Germaniyanı güllendiğime Uygurlar. Öy verip, pul verip, bekabatıdı. Şu öy yurdu, pul yurdu, Uygurlarga kanun çıktı basa, kaytırıp etmeydiken, dedi Allah uflap düşüyorlar. Sen nime kıldın deydi. Uygur için nime kıldın? Xitay karşılık, kaysı işine kıldın? Köset bizgi deydi. Kösterlersizler, kösetsenler kalırsızlar. Kösetmesenler yoluk selip yutulur. Türkiye'nin vatandaşını elip, Germaniyaga kelip, siyasi panalık tilgenler dikkat kılınlar. Manime hazır dep koyay. Türkiye'nin vatandaşlarını elip Germaniyaga, başka Avrupa devletlerini bilmeymen. Germaniyaga kelip siyasi panalık tilgenler dikkat kılınlar. O da 2026'daki kanun, yaman kattık kanun. Burun Uygurlar biraz göz cumattı, makul detti. Hazır Türkiye'de anlaşmaları meyli müşahedekalık PKK Kürtlar olsun, Türk vatandaşı bilen kelip müşahede siyasi iltica kıyğanlar olsun, bularga yaxşı kanun yok. Şuna vay me Uygur,
Deseniz onda men Uygur degenge bäde kep kaldıga yaşaydıgan, bäde turuş imkanını berdiği iş yok. Onun için karındaşlar bugunki gepim tekrar jıqlap ketip kaldım bu gepni. Anlamasandan tövençilikle özür sorayman, kechirim sorayman. Şuna dikkat kılışık tegişlik. Qandaq Uygur bu? Uygur desile biz hamda onun aqısını juğuramdık. Qandaq Uygur buluş gerek? Uygur dep biz aqısını juğuğanlarımız nim bolduk. Bulanımı oylashimiz gerek. Uygur bolsa zaten haqiqiy Uygur bolsa Uygurluğunu o şu erkin devlet kelgendikiler bizden ifadelaydı, ispatlaydı. Erkin devlet kelgen günden itibaren zaten erkin fikir kılalaydı o. Hareket kılalaydı o. Zulümde yaşagan, işkencede yaşagan, zulümge karşı turduğanlıqını oşundaq işi de bolsa, iradesi bolsa o insan şu vatanımız bolgan Şarkı Türkistan'dan işgal kılıngan tupraqdan ayrılgan günden itibarella şu Xitayning chegirasidan o'tgan kundan itibarella u zaten Xitayga qarshiligini ko'rsatib meydan juralaydi. Haqiqiy Uygur uchun kuyinidi, Uygur uchun ter to'kidi, Uygur uchun Sharqiy Turkiston uchun bedel to'laydi. O haqiqiy Uygur bo'ladi u. Haqiqiy Sharqiy Turkistonlik bo'ladi u. Bu yerga kelib Uygurlarning bedeliga Xitay qarshi turganlarning haq hurmatiga siyosiy panohlik tilab turayotgan davlatlarda şu turayotgan davlatlarning garajdonligini elib Xitay ishg'ol qilgan vatanga berib kelganlar bu Uygur emas ular. Satqun ular. Hain munofiq ular. Anda qarindoshlar. Bu dava undaqılıqı oynayışlıgan, çaqçaq qıldıgan, andaqçı, mamandaqçı, aqçı kökçü, dumbaqçı dep onu tillab, bunu kötürep ötürgan dava emas qarindoshlar. Haqiqiy biz Uygur bolsak, pişanımızın bir silivitep men ras Uygur bolgan bolsam, Uygur üçün ma xizmet qılıp atqanlarga men neme qılıp ataman deyişimiz gerek. Yani bu adiliqi Uygur meselesi oturuğa çıkan dikilla, yani insan başkaça olap kalıp ekemez. Afganistan'dan tatip, Orta Asya'dan tatip, köpüncü qarindaşlarımız belki olum üzüge tuşluk tutkan yolları bağdı. Ben Germaniya kelgen 30 yıl olgan bolsa, Germaniya kelmesden burun 3 yıl, 4 yılda gidek, Orta Asya, Arap devletleri, bu tarafıldı mı? 3-4 yılda gidek şu yerde yaşadım. Uygur desen, vatan desen bizden bil, göç olsan digelini mi bilemem. Millet desen, til desen, bayrak desen, münafık olsan digelini mi yaxşı bilemem. Bugün şula asta qaytib Uygur, vatan, Şarkı Türkistan deydigan uqumga kelganligidan xursandman. Unda insonlarni biletdim men bilaman. Bu Uygurlarga, bo'lapmi Şarkı Türkistanlikqa bütün yıllardan beri tertilişiyle namaz okusunu ügütüp kelgenini mi bilemem. Onundan başka emas. Tert alsan, namaz okusan, anı kıysan günah oldu, manı kıysan yaman buludu. Ama kanı kıysan savap bulduğunu demeydi de, Xitay karşı tutsan savap buldu diyenmeydi. Demigen. Bunu mu bilemem? Çünkü onun gayesi, onun məqsidi, onun planı, onun projesi Xitayni musulman kılış.
Müslüman bolsa birli yaşaş. Siz biz vatanimiz, halkımız, milletimiz, bayrağımız degenlikimiz üçün biz ölsek bir zembil goşulu ekemiz. Ama bizning düşmanımız Xitoy tajovuzchilar desak mı milletçilik qildi deb bizlarga taxim shu 2013'ten 2017'ye kadar tor dünyasida shunday datalash qildim ya qarindoshlar. Tor dünyasida. Xitoy desang sen iliq milletchi bo'lib qolasan. Ya men Xitoy qo'pqar kafir emasmi? Desek bizning düşmanımız Xitoy kafirlar emas, dünya kafirlar deb tor dünyasida az jidal qilmadim ya bular bilan men. Mana bu shumi Uyg'ur. Şolum Uyg'ur te qarindoshlar. Milyonlagan Uyg'urning kallasini qaymoqtirib, apir ot tashab, ko'ydirib tashib etdi. Taxolni xeyr. Olaga ol to'g'riliq gap qilsak, o'lning o'z aldiq, voy biz tayyorlab qilyapmiz. Va kimligin yani hozirga qadar yani shu yerda tekshiruv qilib turayotgan gapda. Muntizim mandaq askarimiz var, mandaq askarim. Askarim var, bir Uyg'urni qutqiza oldingmi? Taylandda aketdi, qutqiza oldingmi? O'zim turayotgan yerdiki Xitoy tajovuzchilari qaytirib etgan, Xitoy tajovuzchilari aketgandan qutqazma, o'zim turayotgan yerda o'zingning sepetiga asirga tushganlarni qutqiza oldingmi? Tor dunyosi jarsilig'liqda shu hozirga qadar. Tak olanın bazı bir sözlerini anlasa adamın hey dep gitmen de. Birisi yazıp bu yaptı bana Facebook'a. Siz Germaniya turamsız ya, Germaniya turmazsan. Germaniyadaki şu insanlarını Müslüman kılışık tırışan. Tövbe kıldım Hudaya. Bu Germaniya kandak devlet. Germaniya nime bu hey. Tak ağaçlarını Müslüman kılan. Ağaçya turup aşında yazmalarını yazıp atırdı bizge. Özü əsərlər dəxi. Men ma əsərdən qutquzuz üçün azıraq bir qamxorluq qılınlar dese o başqa yana. Vədikilinin imanı bilen ölçeydi dəxi. Estağfurullah. Vədikilinin imanını ölçep, toxta Xitay bizni qandaq qılıb atadı o. Olarga qarşılık Germaniyada Uyg'urlar qandaq faaliyet elib berib atır deyiş yo'q ularda. Unda g'ay, unda maqsad, unda fikri yo'q. Vatanimiz bo'lgan Sharqiy Turkistonda musulmonni kafir qilib yutib olsa, uning bilan kari yo'q. Ular bilan kari yo'q uning. Qarindoshlar, avval mana bu shu biz Uyg'urlarning masalasi mana bu shu. Shunga biz Uyg'urlar aldirab sosyal medya, ijtimoiy uchurlarda bunday video ishlab chiqayotganlar jiq siyosiy faoliyat qilayotganlarga qarshiligimizni ko'rsatmaylik, tashkilotlarga qarshiligimizni ko'rsatmaylik. Tashkilotlar bo'lganlik uchun Yevropada har qaysi davlatlarda tashkilotlar bor. Uyg'urlarning siyosiy panohlik tilash uchun shu yo'l ko'rsatdi. Agar jiddiy shunday chiqaradigan Uyg'urlar bo'lgan bo'lsa, bu tashkilotning nomi bilan yo'l menib advokat orqali bu adam bizga lazım, bu adam mühim adam deb qalalaydigan kuchi var. Tashkilotlarning sizlar teşkilat anda, teşkilat manda degan bilan qalalaydigan kuchi var. Şu Uyg'ur, şu ret kelgan Uyg'ur, şu qog'ozlari javob bermagan Uyg'urlar şu tashkilotlarga berib, avval mushaqcha deb o'zining maqsadini avvalni şu teşkilatning başlarına, teşkilat hizmet kılıvatkanlarga düşündiyse, aşıl yol gösterip qalalaydı o qarindoshlar. Advokat tutup, yoki bo'lmasa bir yerda saqlab, 6 aydan keyin yana siyosiy panohlik qildiralaydi. Siyosiy panohlik iltijo qila olaysiz, yani 6 ay o'sha qochoq turib, o'g'irliq turib, tutilmay 6 ay qadar
Enindeki 6 aydan keyin yani siz siyasi panahlıq talalaysız bu arada. Sen 6 ay kadar ne dedin? Ben Germaniyada yaşadım 6 ay kadar. Çünkü siz tutanmadan, tapanmadanlar. Vaqt hatalık ulanın oldu. Devletin oldu, kanunun oldu. Şuna unda nime de var bu arada. Teşkilatlar bile alaqlaşma, inandıkın aşında mesele çıksa ve de kopap bundan suyunu ektor dünyasına çıksa Uygurlarını akındığı teki, makındığı teki de tıllap bir aleyimiz ya, maktap bir aleyimiz ya, ben kutkızdım deyip meclisi girip çıkarlaydıqanla çıkıdı. Bunda iş yok. Uygurlar hiç çıkılanmaydı tor dünyasında. Çünkü ben az degende 7-8 yılda gerek tor dünyasına cüge edem ben. Bir kıygan işimiz Tayland'ın kaçkan 11 balı üçün fidakarlığımızı gösterdik tor dünyasında. En çok kıygan işimiz bu şu bizden. Tayland'ın kaçkan, turmadan kaçkan 11 balı üçün. Muşluk pul çıkıp şularını biz hatırcamiyege ekkilemez dep yol menip Türkiye'ye ekkile aldık. En teşvikatımız tor dünyasındaki en yaxşı hizmetimiz Uygurlar için muşu olgan. Minin. Şu kağını anı depti, mamanı depti dep şu. Vakit ötkizmekten başka bir iş yok. Çünkü bugün bu videoga çıkıp gelişimdeki sebep qarsam 2022 pasport işlengen, Germaniya kelip iltica kılıngan, red kelip vatanimiz bolgan Şarkı Türkistan Xitay işgal kıygan vatanga qaytırıp yitmen deydigan mundaq nimeler çıkıp tor dünyasına jar salıngandan keyin bunu Türkiye'den iyi çıkıp bunu kovdap bir şahsi nime olsa bizimning reisi o deymi. O kopap Türkiye'dekilerge gücü yetmey, Germaniyadekilerge gücü yetip buyu onu kutkuzalaydıgan şundaq güçlü kadem eken bu. Hayran kaldım ben. Amerika'ya böyle vatanga varganlığına qoğdaydıgan German devleti işgal kıygan, Xitay işgal kıygan vatanga yoluk selitip varganlığını ep qalalaydıgan gücü var adam eken de bu. Torda şu gapni qıptık ayna. Facebook'ta taşını koydum bu rasmi algan mı? Türkiye'dekilerini mi kutkazmaysınız? Çünkü ve gücünüz yetmeydi. Mağı hem de belki Xitay'ın oynayan bir suikastlardan uyanlarga nait ondan dersi de biz Uygurlar. 2022 kandak pasport işiltip Avrupa'ya gelip iltica kılalaysan 2022 degen bütün dünya virusla kaplangan bir çağ bu. 2016'dan ta hazır kadar vatanımız bolgan Şarkı Türkistan'da Xitay kan kusturup atkan bir çağ. Kandak pasport işiltip çıkalaysan sen. Allah'ın özgü emanet karındaşlar. Eğer şu tüvendi kıygan sözlerimde hatalık olup kalsa bütkül tordadaki barlık karındaşlarımızdan tüvencilikle özür dileymen. Hata yerinde tüzüp koysanlar rahmet eytemen. Toğru yeri olsa kollap koysanlar korsan bulunan. Allah'ın özgü emanet olalım.